Bitta ko'ringda. Bitta narsasiga havasim ketdi mashina. Realligini boshqa narsasi emas. Endi o'qigan mayli o'zini yo'li. Lekin men o'zimda ham savdom aytay. Realligini kraskasi 100 talik yo'q ekan. Chirik joyi ham ishlov berilmagan. Bu 35 millionga chop qolaman. Rangaligini. 35 milliongacha bozorda ham bo'ldi. 40 million bo'lib bermadi. To'g'risida. To'g'ri, Men qarang. soch niyatim yo'q. Mashina ko'rib turibdi, yaxshi. O'zim minaman deb. Yaxshi, mashina kamchilikni ko'rmadim. Uydagilar o'zim ishlagan pul ishlatgan anaga uyda remontga, endi mashina sotdim. Kim to'yi? O'zimnikida. Shunga endi sotsang uylantiramiz. Shunga o'z soch niyati yo'q edi. O'zim qiziqib. Ha, qarang, oynaga ham qarayapsizmi? Uylanish kerak. Yigit. Nechinchi yilsiz? Kim? Ha, bayog'i yo'q, bayog'i manda ekansizda. Men kimgadir 86-yilman desam, hadeb ketishaveradi. O'zi 91 o'sha paytda ichimdan birini o'tib ketadi. Hozir sizlar ham o'tib ketdikmi gapimga? Ana shu narsa mendan ham o'tib ketadi. Endi kimga qanday? Bizlar qarib qoldik-da, siz ham mana. Hozir men ham kimgadir 86 man desam, ishonib ketaveradi, 82 man desam, ishonib ketaveradi. Yo'q, aldamay yosh ko'rinasiz demaydi hech kim. O'sha payt ko'nglim bir nima bo'lib ketadi. Tavba qildim, juda qarib ketdimmi deb. Benzinga mashina. Tug'ilgandan benzinga yurgan. Bering. Siz nima edi? Umid aka, bering. Berganda uydan ham chiqqan, mahalladan ham chiqqanda berganda beraylik aka. Zo'r so'radim, 35 million so'rayapman. Prosta bitta narsasi radnoylik tortib turibdi menga. To'g'risida ko'p bo'ldi, unaqadan ko'p bo'ldi. Prosta Tushundim. Qarang, addushi gap yo'q. Mana so'raverayman. Joni sog' bo'lsa, general chiqarib beraman. generalni chiqar. Nomeringizni ayting, men qo'yib beraman. Shu kunni o'zingizga sotib oling, iloji bo'lib. Xo'p? Ayting nomeringizni. 99lik 99lik 494 494 66 99. 66 99. Telefonga hushyor bo'lasiz. Telefon kelganga muomala bo'lasiz. Men qilgan hazillar rozi bo'ling. Xo'p? Bu hazil.